Hamza Hakimzoda ona. Hamza Hakimzoda siymosida she'rni Ashurali Bolqizoda o'qiydi. Parcha go'sht erdik tug'ilgan vaqtimiz, onamizning bag'ri o'ldi taxtimiz. Tutdi emchak shirin uyqudan so'chib, kechalar sovuq beshiklarni quchib. 2-3 yil bag'ri uzra ko'tarib, katta qildi o'zi mehnatda horib. Jonu dilda asradi bizni suyub, dedi bizni boshqa orzuni qo'yib. Og'risa bir joyimiz yig'lab yurib, har eshikni kezdi doru axtarib. Ya'ni yo'q bizga anodek mehribon, sinaga qalqon, bosh uzra soyabon. Bizga ham lozim ani shod aylasak, bizga qilgan xizmatin yod aylasak. Siz Hamza Hakimzodaning ona she'rini tingladingiz. Hamza Hakimzoda siymosida she'rni Ashurali Bolqizoda o'qidi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. 2026-yil 16 avgust